Barchaga salom do'stlar. Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari har doim armiya va harbiy qurollar borasida bir-biriga qarshi va raqobatdosh bo'lib kelgan. Qit'alararo ballistik raketalar bu qarama-qarshilikning asosini tashkil qiladi. Bugun biz Rossiyaning Sarmat, Amerika Qo'shma Shtatlarining Minuteman 3 raketalarini har xil kriteriyalar bo'yicha taqqoslab, kim kuchliligini aniqlaymiz. Shunaqa videolar siz uchun qiziqarli bo'lsa, bir dona like bosing. Biz boshladik. Erkaklar hayoti uchun muhim funksiyani qo'llab-quvvatlovchi Vulkan mahsuloti. Prostata adenomasi, prostatit hamda jinsiy muammolarda sizga eng ishonchli yordamchi bo'ladi. Yaqinlikda hissiy va kuch uyg'unligini oshiradi. Mahsulot 5-7 kun ichida o'z ta'sirini ko'rsatishi bilan bemorlar ishonchini oqlagan. Muammolaringizga yechim sizga yanada yaqin. Vulkan salomatlik manbai. Birinchi raund. Raketalarning qanchalik uzoq masofaga uchishi. Minuteman 3 amerikaliklarning shaxtadan uchiradigan qit'alararo ballistik raketasi bo'lib, AQSh yadro uchligining quruqlikdagi asosiy qismi hisoblanadi. U 1970-yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlari havo kuchlari xizmatida. Ushbu qurol 3 bosqichli qattiq yoqilg'ili raketa bo'lib, 24000 km/soatgacha tezlikda 13000 km masofagacha uchishi mumkin. Hozirda ushbu raketa mudofaani ta'minlash uchun doimiy ravishda modernizatsiya qilib kelinadi. RS-28 Sarmat raketa tizimi silos tipidagi uchirish moslamasidan 3 bosqichli 5-avlod qit'alararo ballistik raketasi hamda mustaqil ravishda nishonga olinadigan raketa kallaklariga yadroviy yuk yetkazishga qodir bo'lgan ko'p qirrali jangovar kallakdan iborat. Qit'alararo ballistik raketaning uzunligi 35,5 metr, diametri 3 metr, uchish og'irligi 208 ton, foydali yuk og'irligi 10 ton va maksimal masofasi 18000 km ni tashkil qiladi. Birinchi raundda uzoq masofaga uchish borasida Rus ballistik raketasi Amerika Qo'shma Shtatlarining Minutemanini ortda qoldiradi. Sarmat foydasiga 1 ball. Ikkinchi raund. Yadro zarba quvvati. Yadro quvvati bu raketaning eng muhim qismlaridan biri bo'lib, dushmanning katta hududlarini yo'q qilish demakdir. Odatda Minuteman 2 xil W78 va W87 kallaklari bilan jihozlanadi. Bu borada Amerika Qo'shma Shtatlari Minutemanining bitta kallak quvvati 300 dan 475 kilotonnagacha quvvatni tashkil qiladi. Bu degani 200 metr radiusda to'liq vayronagarchilik, ya'ni mustahkam betonlar va binolar qulaydi. 5 kilometr radiusda og'ir shikastlanish, ko'p qavatli binolar jiddiy zarar ko'radi. 10 kilometr radiusda yengil o'rta zarar, ya'ni oynalar sinadi, yong'inlar chiqadi. Radiatsiya kuchi esa shamol bilan harakatlanib, yanada ko'proq joylarga zarar yetkazadi. Xullas, bir dona Minuteman katta megapol markazini yoki yirik harbiy sanoat obyektini ishdan chiqarish kuchiga ega. Endi Sarmatga to'xtaladigan bo'lsak, bitta kallak quvvati taxminan 500 kilotondan 800 kilotongacha bo'lgan quvvatni o'z ichiga oladi. Taqqoslash uchun Xirasimada portlagan bomba 15 kiloton kuchga ega bo'lgan. Sarmatning bitta kallak quvvati Xirasimada portlagan bombadan 30 barobarga kuchliroq. Agarda raketa maksimal konfiguratsiyada uchirilsa, bir vaqtning o'zida bir nechta yirik shahar yoki strategik obyektni yo'q qilish imkoniyatiga ega. Ikkinchi raundda ham Sarmat ustun kelmoqda. Hisob 2-0. Ammo 3-raund Sarmat uchun eng zaif nuqta bo'lishi aniq. Demak, 3-raund sinov va ishonchlilik. Bu bosqichda Minuteman 3 anchagina ishonchliroq. Sarmat hozircha kam sinovdan o'tgan. Minuteman Pentagon xizmatiga 1970-yilda qo'shilib, bu vaqt mobaynida u 300 dan ortiq sinovlardan o'tgan. So'nggi 10 yilda har yili muntazam testlar o'tkaziladi va muvaffaqiyatlilik darajasi 95% ni tashkil qiladi. Xullas, Minuteman yillar davomida tekshirilgan va eng barqaror qit'alararo ballistik raketa. Sarmat raketasida esa umuman boshqacha vaziyat. U xizmatga 2023 va 24-yillar atrofida kirgan, ammo bunga ham 100% ishonib bo'lmaydi. Ochiq manbalardagi sinovlar juda kam, ayrim sinovlar muvaffaqiyatsiz yoki to'liq tasdiqlanmagan. Xulosa shuki, Sarmat yangi tizim, ammo to'liq flot miqyosida hali sinovdan o'tmagan. 3-raundda Minuteman 1 ballni qo'lga kiritmoqda, lekin g'alaba Sarmat foydasiga. Video so'ngida qisqacha o'zimning shaxsiy fikrimni aytaman. Sarmat statistika borasida ancha kuchli, lekin ishonchlilik, tizim va barqarorlik bu boshqa daraja. Do'stlar, keyingi videoda qaysi qurollarni solishtirib ko'rishimizni xohlaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Aytgancha, kanalni ushbu platformalar orqali qo'llab-quvvatlashingiz va ko'proq videolar chiqishiga o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha